Assalomu alaykum, qanday yaxshimi? Men bugun sizlarga yip to'qishda sharpni qanday to'qiymiz dastlabki bosqichini ko'rsatib o'tmoqchi. Mana 5 nomerlik chanza qo'llandim. Yipni to'minchikilik qarab chanza qo'llansanglar bo'ldi. Men oldi bilan yipimni chigib olay. Yipimni chigib oldim. Chigib oldim. Biz ilgari qatim bug'doy boshaq qilishni o'rgangandik. Buni sanab turib taqolat qilamiz. 1, 2. Bekçin qilib aytmoqlar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Çoxum taq bo'lishi kerak bu. Yani muşu şarpının kengligini hesaplaydı. Mesela köz için muştirak qildim, biz onlar kengligini sal uzrak qilsanglar 21 yoki bo'lmasa 23 qilsanglar bo'ldi. Mesela köz için 11 qilg'ashtirdim. Cho'qim taq bo'lishi kerak, ching tortib etmoqlar. Ondan keyin ikkinchi quruq qanday o'tamiz? Ikkinchi quruqqa biz ma boshlig'a yerimizdan ma birinchi boshaq. Mana. Yani ko'rdinglar. Mana mushaga ma chanzimizni chiqarmay turib akirimiz. Chanzimiz bu yana ichga kiradi. Mana. Bunu açık girgandan keyin bu ikki tal halqasi bo'ldi. Buni mayipimizni cho'gab turib, mana bu yipimizni bu yerga elib turib, bu ikkining orasidan o'tkazamiz. Mana bu holatda o'tadi. Andan keyin uni yendiki tushib kiramiz, yana o'xshashlam. Buning yenidiki tushib kiramiz. Buning ikki tal halqasi bo'ldi. Yana buni Muşa holatda yapırız. Muşa holatda her bir tal tuşkunun içine birden akirib, ikki tal halqası bo'lgandan keyin to'pi ko'tarib akilib, ichini o'tkazib, muşa bir qator tugigacha, oxirigacha shu holatda qilasizlar. Muşa biz chakka ya bog'u, yipimizni chakka yagicha, mushagacha muşa holatda qilsanglar bo'ladi. Shundan keyin biz to'piga chiqqan bo'lamiz. Muşa holatda yana oxirgi qatim ko'kishib qo'yay. Azan chiqib qoldi chunki oldirib qoldim. Mana motishga kirgizimiz, mana bu holatda kirdik. Mana ikki tal bo'ldi-ku. Ikki tal bo'lgandan keyin biz buni cho'gab opirib, mana ikki tushkning ichidan bir olamiz. Mana bir oldik, bu holatda bo'ldi. Hammasi mushu chakka yerimizga qadar, mana mushaga qadar har bir tushkning ichidan bir tiqib, ikki tal qo'ygan chog'da bir cho'giltib elib, mushu holatda birinci bosqichligimiz, ya'ni sharpining boshlanishining birinchi bosqichi mushunda bo'ldi. Mushu chakka yagicha, mana mushagicha mushu holatda qilib to'xtasanglar, inshaalloh men 3-darsimizni, ya'ni ikkinchi bosqichni, 4-dars, ikkinchi bosqich, ya'ni yip so'qishning ikkinchi darsini boshlab berman. Mushagicha shu holatda qilsanglar bo'ldi.